To'lashimizda davom deganda vaziyatga munosabatlikmi yoki emasmi? O'zinglar tahlil qilib bilib olinglar vatandoshlar. Bugun Chizlag'i 2022-yil 8-oyning 1-kuni mavzu mundaq. Lav mavzu, bu Xitoyning tilida lav mavzu deyiladi. Buning tarjima ma'nosi Rossiyani haqoratlab mojiklar deydi. Mojiklar Tayvan mustaqilligini qo'llamdi. Qizil başlıq tügünəklər tutildab ketdi. Bu qızıl başlıq tügünəklər Cungo'nun Sun degan kinosidan chiqadi. Məhəmmədəli Xiaoping deydigan, aşında torbetki chiqib uni tillaydigan, buni haqorat qiladigan Xitoyninki tarbiya ko'rgan odamlari. Shularni men tarjima qilib, endi bu yerda qizil başlıq tügünəklər deb oldim vatandoshlar. Qizil başlıq tügünəklər tutildab ketdi. Mavzuda xabar 7-oyning 31-kuni Van torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya navbatda yetim qoldi. Jungo, İran, Çavuşan qatorliq do'stlari bilan kelib qoldi. Kulgulik bir tarafi shuki, Rossiyaning chet ellarda turishliq elchixonalaridan o'zliksiz masala chiqishga boshladi. Yaqinda Rossiyaning Jungo'da turishliq elchixonasi, bosh elchixonasi aloqador taraflar öndidardi Jungo'liq to'rg'ichiqchilar bayqadiki, Rossiya tarqatgan Jungo xaritasida Tayvan qatorliq joylar yo'q edi. Jungo'liq to'rg'ichiqchilar buning uchun darhol zarba berdi. Shundan keyin Rossiya bosh elchixonasi Jungo'liq to'rg'ichiqchilar, ya'ni qizil başlıq tügünəklərinin inkasını ko'chirib tarqatdi va apul so'radi. Bundaq dedi: Bu xaritani biz torbetdan oldik. Bu xaritani ular ko'chirib kelguchilar xatoligini ko'rmabdi. Qizil başlıq tügünəklərinin to'g'ri tushunishini umid qilamiz. Shundaqla ta'kidlab mundaq dedi: Tayvan Jungo'ning ayrılmaz bir qismi. Hong Kong matbuotlari 7-oyning 30-kuni, ya'ni xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Mushabtining 4-kuni Ündidar adresida Shoshanpan tarjim qilanmadan buni ism o'xshaydi vatandosh. Ündidarda bir xabar e'lon qilindi. Rossiyaning Jungo'da turishliq bosh elchixonasi va Rossiya Sun'iy hamroh agentligining yoki bu ishki adresda tarqatilgan xaritada xatolik bor. Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ini belgisi qilgan, ya'ni logo qilgan xarita Jungo xaritasi o'zgartirilgan. Buning ichida Rossiyaning Jungo'da turishliq bosh elchixonasi 5-oyning 29-kuni tarqatgan Jungo xaritasida Janubiy dengiz bilan Tayvan yo'q. Balki Rossiya Sun'iy hamroh agentligi 7-oyning 27-kuni tarqatgan qistirma shakllik Jungo xaritasidan Janubiy Tibet, ya'ni Hindistoncha Arunachal shtati rayoni va Oqsoychel Uyg'urcha, yana birisi Oqsoy cho'li. Buni Oqsoychin deb ataydi ekan, Oqsoychel deb ataydi ekan Uyg'urlar tarixda. Oqsoy cho'l rayoni Jungo xaritasidan chiqarib etilgan. Bu ishni Rossiya qildi. Chiqarib etilgan. Bu to'g'rida Jungo'da to'rg'ichiqchilar, ya'ni qizil başlıq tügünəklər mundaq fikr qildi. Mojiklar, ya'ni lavmoz Rossiyani haqorat qilyotdi-ku. Mojiklar Jungo'ning 1 million kvadrat kilometr zaminini, territoriyasini elib olib, tövbe deymiz-da vatandoshlar.
Cungo Kompartiyası bunu körmez kiselevatıdı. Bu yani bir taraftan Rusiyaga yüz xatir qilganlıqdır. Rusiya yana Tayvan mustaqilligini qo'g'daydigan bo'lsa, to'limu aqlsizlik bo'ladi deydi Jungoda to'g'ri chiqchilar, ya'ni qizil boshliq tugunaklar. Jungo o'tganda bir gap chiqqanda atogin oy shorini mening deydi. O'gillikka yer dengiz ostiga 2 metr 3 metr sepil selib qo'yib, okean dengizning ostini mening deydi. Hatta o olamga chiqalam chiqib oldi hozir. Yani bir ozdan keyin hatta olam nima mening deydi degan. Bu mayli masxara bo'lsin, mayli hazil bo'lsin, chaqchaq bo'lsin, to'g'ri bachchalar shundoq degan. Bu hozir nima deydi? Qozog'iston mening, O'zbekiston, Qirg'iziston, Balqosh mening. Buni hatta Jungo Kompartiyasi shundoq deydilar emas. Hozir Tayvandagi professor olim to'rbetiga chiqib davomli so'zlayotgan Ming Yujin degan olimmi yaqinda so'zildi. Hozirgi vaziyatda uni ayirib olamidik, eshib chiqamidik. Bu zimillarning hammasi bizning. Rossiya elib oldi, Rossiya besib oldi, Rossiya kisbadi, Mavzudun biriveti, jo'illay biriveti degan gaplar shunda. Men bir savol qo'yayki, Jungolik apandilar, aşı zimin, aşı territoriyalarning hammasi sizlarning og'zinglarda sizlarga mansub ekan, asosanlar nima? Bu yer, bu zimin bizning deydigan asosanlar nima? Bugun da'vatsizlar, xalqaro ko'ryapti. Nima da'vatsizlar? Tayvan, Jungo, Tibet, uyabiyalar, Jungoning ayrilmas bir qismi da'vatsizlar. Asosanlar nima? Jayib bir şey. Nimaga asoslanib? Xalqning yurtini mening deysizlar. Bu faqat zo'ravonlik. Qisqa vaqt ichidagi yoki sana bergan shu omad peshonangdan ketkicha sen deyib oladigan, yeb oladigan, ichib oladigan, qilib oladigan, tenib oladigan, bulang-talang qilib oladigan. Mushu fursatda o'zi millat sening. Aslida bu millat sening emas. Herkes. Müşahede qo'pol bir cümle kelganda kechiringlar vatandosh. Müşahede to'xtab qoladi. Hozir bu ish, Rossiyaning bu ishi hozirgi vaziyatga munosabatlikmi qanday boshli degandim, unutib qolibdiman. Tuyuqsizlar. Bu xaritadagi Jungo xaritasiga o'zgarish. Hatta Shanxay axborot tashkilotiga loger qilgan. Jungo xaritasini o'zgartdi degan gap chiqyapti demaydi vatandosh. Esingizda bo'lsin, Aran O'chal, Janubiy Tibetdan bir qismi, Oqsaycho'l bu bepoyon yaylaq Uyg'uristonning territoriyasidir.